Assalomu alaykum o'zbeklar, qalaysizlar? Mening kanalimning obunachilari va boshqa bolalar va xotin-qizlar. Bu videoda men yangi qandaydir versiya topib oldim. O'sha versiyani o'ynab ko'ramiz. Короче, men bu versiyani obzor qilishimdan oldin tezroq kanalimizga obuna bo'lib, like'lar bosib qo'yinglar. Agar bu videoda 10 ta like chiqsa, men yana shunaqa versiyalarni topishga harakat qilaman va yangi chiqqan versiyalarni ko'rib chiqaman. Короче, agar keyingi videoni modlar obzor bo'lsa ko'rib qo'yasizlar. Короче, bugungi videomizda shu mavzu bo'yicha bo'ladi. Men ko'p vaqt dam olganim sababi men kasal edim va shu sababli men dam oldim. Endi esa men yangi versiyani ko'rib chiqamiz. Bu versiyada ish bola qo'shilmoqchi. Buni qo'lamiz. Bu yerda o'sha misli narsalar ham bor ekan va mana bu joyda bitta yangilanish bu birovlarga qo'shilibdi. Mana bu joyda yangilanish bo'libdi-da. Короче, bunaqa ko'rib turganingizdek, bunaqa narsa asli Minecraftda yo'q. Endi eskiroq versiyalarda misli narsa qo'shilgan, to'g'ri, lekin Nether'li bunaqa narsa qo'shilmagan va misli bunaqa narsalar qo'shilmagandi. Demak, bizga bu narsa yangi qo'shilibdi. Qaranglar, ko'rinishini qaranglar sizlar. Ko'rinishini sizlarga qaytadan ko'rsatamiz. Buni qilib ustiga tashlab qo'yamiz, ustiga. 3 metr ustiga короче, mana shu narsalar qo'shilibdi yangi versiyada mana shu narsalar qo'shilibdi. Men bilmadim va bu narsalarni qaydan topishinglarni hozir sizlarga aytib o'taman. Bu narsani mana bu bo'lim bor, mana shu bo'limdan bosasizlar. Bosib turib, keyin mana bu joyda bu bilan bu turadi. Shularni olib o'zida ko'rib olasizlar va o'zlarini ot-potiga hammasalarga qo'shib ko'rasizlar va mana joyda ham yangilanish bo'lgan bo'lsa kerak. Bu joyda ham yangilanish bo'libdi-yu menimcha va bu qo'shilibdi-yu. Menimcha ham bu ham qo'shilibdi. Bu ham yangi versiyada qo'shilibdi. Yangi versiyada qo'shilganga o'xshayapti. Eski versiyada qo'shilganmidi, qo'shilmaganmidi bolalar? Mana narsa. Shuni sizlarga aytib o'tib ketaylik. Buni ham topmoqchi bo'lsanglar, u ham mana shu joyda bo'ladi. Просто tashto. Buni mana bu joyga bosasizlar. Bosganingizdan keyin mana bu narsani olasizlar. Mana shu o'sha yangi versiyada qo'shilgan narsa. Короче, endi keyingisi yetadigan bo'lsak, bu yerdan misli yo'llar hali o'sha fonarlarga ko'p turlar qo'shilgan va yana bitta fonarchik qo'shilibdi. Hozircha men sezgan narsam shu bo'ldi. Короче, mana bu fonarchikning xususiyatini bilmadim, lekin mayli, men fakil deyman. Bu yangi fakilning xususiyatlarini o'shim bilmadim, lekin bu ham tekstura pak qo'shadi. Mana shu fakilni aytyapman. Buni o'zi kim qo'shgan va kim degan savol ham bor. Bu savolga esa kim javob berishini ham bilib bo'lmaydi. Buni o'zi Minecraft nima uchun qo'shgan va qanday foydasi borligini ham xudo xolisa ikkinchi qismi chiqqanda ko'rasizlar. Pastroqqa tushirsak, pastroqda yangilanishlar ham bo'lishi kerak. Yangilanishlarni topishga harakat qilib ko'ramiz. Agar topsam, ko'rasizlar yangilanish. Yana nima yangilandi? Shunday savol bor. Videoda yangi qo'shilmagan. Sonliklar yangi qo'shilgan. Men buni bilaman. Buni men modda qo'shgandim bo'ldi. Bilmaysiz sizlar, men buni eski kanalimda bu narsani men mod bilan qo'shgandim. Buni turli tumanlari bor ekan. Buni men mod bilan qo'shgandim. Mana shu turlarni bu faqat bir tur ekan. Buni Minecraft o'zi qo'shibdi. Men buni faqat bir turini, mana shu uchalasini bir turini qo'shgandim va bularni kim qo'shganligini ham bilmayman. Kim va nima uchun qo'shganligini bilmayman. Bilganimda keyingi qismda sizlarga buni aytib o'taman. Короче, shalkerlik ham qo'shilmagan, bu qo'shilmagan. O'sha bitta va bu ham hech narsa qo'shilmagan. Короче, bolalar,
yana bitta cho't keladi to'g'ri. Qirol topdim. Bola qirol. Qirol otsa ham bo'ladi. Qirol. Azlashdim, bola qirol otsa bo'lmaydi. Просто bu prank edi, bu mod orqali qo'shdim buni. Afsus, kechirasizlar. Lekin bir hazillashay dedim-da. Короче, buni mod orqali qo'shdim. Buni modni xudo xohlasa Telegram kanalini ochganman. U Telegram kanali 100 ta bo'lganini ochaman. Bu qurol modliroq modlar ham o'sha yerda bo'ladi. Bu kompyuterskiy qurolliroq modi, kompyuterskiy. Kimasa juda ham zo'r narsalar topdim. Mana molni bolasini qidirib o'tirmaysizlar-da. Bolasini ko'rsanglar, tuxumni olasizlar-da. Shu bosaylar. Bolasini qaranglar, qochib tur. WhatsApp bro, qochib turing miratishga. Qani bo'lang. Bir pasi katta bo'ldimi? Yo'q, bolalar, biroz kechirasizlar. Shu salfetka qatta edi. Kechirasizlar, lekin men videoni bu joyda bo'layotganimga shuncha og'zimga kiribman. Bir shunaqa qilib turadi. Mana ol. Qani bo'lang. Voy, mana shirinligini. Qochib tur desam o'lib ketdi ikkalasi ham, короче. Bo'lang kerak menga qochib tur qanju. Bolasini qaranglar, bunga like bosmasanglar bo'lmaydi. Mana shu bola yoqqan bo'lsa, qizlar bola, bolasi yoqqan bo'lsa like bosib qo'yinglar va buni kim qo'shganligini ham bilmayman. Короче, mana otni ham qaranglar, otni bolasi Ho'tik. Ho'tikcha kimga yoqdi? Ho'tikcha kimga yoqqan bo'lsa obuna bo'linglar. Короче, obuna bilan like bosib qo'yinglar. Yo'za mana o'ldiraman. Ana bolasi tirik qoldi, endi obuna bo'linglar. Короче, endi biz qo'yga o'tamiz. Qo'ygan bolasini bosib bo'ladi. Qani qochib turchi. Uy, mana pipiskligini kimga yoqdi? Like, podpiska va kommentariy yozib ketsin. Menga lekin juda ham yoqdi. Afsus, o'lish kerak. Afsus, tamam, menga yoqdi, o'lishim kerak. Men jo'joniki juda ham shirin bo'lsa kerak, qochib turchi. Mana kimga yoqdi? Lekin menga yoshim yoqdi. O'n qaraylar bo'lgan, lekin afsus o'ldirish kerak. Buni samib qotadi deydilar. Echkiniki ham bormi? Echkiniki. Voy, mana. Muncha shirin bular. Afsus o'lish kerak. Kechirasiz bo'lar, lekin juda ham shirin ekan. Afsus, lekin o'chirishga majburman. Mayli, mana shuni o'ldirmayman. Hammasini o'ldirmayman. Mayli, siz to'yib ko'rib olinglar. Agar bu versiya kerak bo'lsa, mana shu videoga 50 donadan ko'p like yig'ib bersanglar, men bu versiyani qayda olishni ham o'rgatib o'tib ketaman. Ittik qoldi. Itti ham bolasi bo'lsa kerak-a. Bor ekan. Qo'ylarni o'ldirishyapti. O'zlaring o'lkat. Qo'y o'ldirma, shirinligini qara. It o'ldirma, it. It buni eshak bo'lmas ekan. O'ldirdim. Короче, mollarni qaranglar, shirinligini. Itni boshqa joyda ko'rsatarkanmiz. Afsus. Lekin boshqa joyda ko'rsatadigan bo'lib qoldim. Ana. Mana qaranglar, shirinligini endi yana boshqa joyda ko'rsatamiz. It bo'lib ketamiz joyimizga. Mana itni bolasi chotki. Bitta itni bolasi. Voy, kimga yoqdi? Menga choti yoqdi-da bu, mana yoqdi menga bu. Ular qaydan topishni bilmayotgan bo'lsanglar, men hozir hammasini yo'qotib olay ekan. Adashib ketdim. Men qishloqniki ham bor edi bu yerda. Hozir qishloqnikini ham, eshaknikini ham ko'rsatib o'taman. Mana qishloqniki, eshakniki, mana ekan, qishloqniki, eshakniki. Kattaroq ekan, lekin mana bolasi chotkida qaranglar, mana shirinligini boshqa tagiga ketibdi. Eski versiyada bor yaxshi edi. Ularni qaydan topaman deysizlar? Mana tuxum bo'limini hamma bilsa kerak. Shu bo'limga bitta bosamiz va mana shu joyda hamma bizlar bolalari bilan hamma narsa bo'ladi va buni ham kim qo'shgan va kimligini ham bilmayman. Mana pastlarda ham bor, hatto zombilarniki ham bor, mana ekan. Zombilarniki ham aslida ko'rsatib o'taman videosi uzunlashish uchun. Qisqa video chiqaravermaslik uchun. Короче, mana ekan. Endi biz zombiligini ko'rsatib o'tib ketamiz bo'ldi işte. Zombiniki ham bormikan? Ha, bor ekan. Bu ham chiroyli bo'lib ketibdi.
Короче, men sizlar bilan Flyjon bo'ldim. Endi esa biza xayrlashadigan paytimiz ham keldi. Keyingi videolar uchun chiqishlar uchun albatta like, podpiska bosib qo'yish esdan chiqmasin. Bu videoga 50 tadan ko'p like qilsanglar, men bu versiyani qaydan qilib olishni ham aytib o'taman. Shuning uchun bu videoga 50 tadan ko'p like va men buni ikkinchi qismi va qaydan qilib olishni ham o'rgatib o'tadigan qismini chiqaraman. Unda bo'lsa, xayr, men sizlar bilan Fly.